Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. O'zbekistonda ishlovchi pensionerlar pensiyasi avgust oyida indeksatsiya qilinadimi? Kimning pensiyasi oshadi? Kimniki o'zgarmay qolishi mumkin va odamlar eng ko'p qayerda xato qiladi? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda pensioner ota-onamiz. Bu bobomiz yoki o'zi pensiyada bo'lsam ishlayotgan yaqinimiz bor. Ayrimlar men ishlayapman, menga oshmaydi deb o'ylaydi. Ayrimlar esa avgust bo'ldi. Hammaniki avtomatik ko'payishi kerak deb kutadi. Mana shu chalkashliklarni bugun aniq qilib ajratib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men nafaqat umumiy qoidani, balki amalda pensiya nega kam tushishi, nega oshirilgan summa vaqt ko'rinmasligi, qaysi hujjatlarni tekshirish kerakligi va pensiya jamg'armasiga qanday murojaat qilish kerakligini ham aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bu kabi mavzular bo'yicha eng kerakli tushuntirishlarni sodda tilda berib boraman. Men avvalo eng asosiy narsani aytaman. Ishlovchi pensionerning pensiyasi bilan bog'liq ikkita tushuncha bor. Birinchisi, pensiyani indeksatsiya qilish, ya'ni davlat tomonidan pensiya miqdorlarini umumiy oshirish. Ikkinchisi, pensiyani qayta hisoblash, ya'ni pensioner pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan davri, to'langan soliqlar. Ish staji yoki ish haqi ma'lumotlari asosida individual tartibda pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqish. Ko'pchilik aynan mana shu ikki narsani aralashtirib yuboradi. Indeksatsiya deganda nimani tushunamiz? Masalan, davlat qarori yoki farmoniga asosan pensiyalar, nafaqalar yoki boshqa ijtimoiy to'lovlar ma'lum foizga oshirilsa, bu ommaviy oshirish bo'ladi. Bunda odam ishlayaptimi yoki ishlamayaptimi asosan farqi yo'q. Agar sizga yoshga doir pensiya tayinlangan bo'lsa va siz qonuniy ravishda pensiya olayotgan bo'lsangiz, umumiy indeksatsiya qoidasiga ko'ra sizning pensiyangiz ham qayta ko'tariladi. Ya'ni avgustdagi oshirish faqat uyda o'tirgan pensionerlarga emas, ishlayotgan pensionerlarga ham taalluqli bo'lishi mumkin. Lekin qayta hisoblash boshqa masala. Masalan, odam 6 yoshda pensiyaga chiqdi. Keyin yana 3 yil korxonada ishladi. U men 3 yil ishladim, demak pensiyam har oy avtomatik ko'tarilishi kerak deb o'ylashi mumkin. Amalda esa pensiya har oy yangi ish staji qo'shilgani uchun avtomatik oshib boravermaydi. Bunday holatda qonunchilikda belgilangan tartib shartlar, murojaat qilish talabi, ish staji va ish haqi ma'lumotlarining elektron bazada to'g'ri aks etishi muhim bo'ladi. Ilgari ishlovchi pensionerlar atrofida juda ko'p cheklovlar, tushunmovchiliklar va noto'g'ri qarashlar bo'lgan. Odamlar ishlasam pensiyam kamayadi, ishlasam indeksatsiya qilinmaydi, rasmiy ishga kirsam pensiyani olib qo'yishadi deb qo'rqardi. Hozirgi amaliyotda esa asosiy yo'nalish shuki, pensionerning mehnat qilish huquqi bor. U rasmiy ishlashi mumkin, pensiya olish huquqi saqlanadi. Umumiy oshirishlar ham unga tatbiq etiladi. Ammo ayrim toifadagi pensiyalar, ayrim maxsus to'lovlar, ustamalar, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bilan bog'liq holatlarda alohida shartlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun men bugun oddiy qilib, kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak deb ajratib beraman. Agar siz yoshga doir pensiya olsangiz va shu bilan birga ishda davom etayotgan bo'lsangiz, avgustdagi indeksatsiya siz uchun bevosita muhim. Sizning ish haqi olayotganingiz umumiy pensiya oshirishdan chetda qolishingiz kerak degani emas. Masalan, sizning pensiyangiz 1800 ming so'm bo'lsa, davlat tomonidan pensiyalar 10% ga oshirilsa, nazariy hisobda sizning pensiyangiz 980 ming so'mga yaqinlashadi. Agar oshirish 12% bo'lsa, 1800 ming so'm 2016 ming so'm bo'ladi. Men bu raqamlarni misol sifatida aytyapman. Aniq foiz har safar rasmiy hujjatda belgilanadi. Muhimi, hisoblash mantiqini tushunib oling. Endi real hayotga yaqin misol olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi 62 yoshli aka pensiyaga chiqqan, lekin maktabda qorovul bo'lib ishlayapti. U har oy pensiyasini plastik kartaga oladi. Ish haqini esa alohida kartaga oladi. Avgust oyida pensiyalar oshirilishi belgilansa, uning pensiyasi ham yangi miqdorda to'lanishi kerak. Bu yerda maktabda ishlayotgani indeksatsiyaga to'siq bo'lmaydi. Lekin agar u avgust oyida eski summani olgan bo'lsa, darhol menga oshirish berilmadi deb xulosa qilmaslik kerak. Ba'zan to'lov davri bankka yuborilgan ro'yxat, oldindan tayyorlangan vedomos yoki texnik qayta hisoblash sababli farq keyingi to'lovda qo'shib berilishi mumkin. Ammo bu holat cho'zilib ketsa, albatta tekshirtirish kerak. Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi ayol kishi 57 yoshda pensiyaga chiqqan.
keyin tikuvchilik sektor rasmiy ishlayapti. Uning pensiyasi beri doğru 1000 so'm. Avgustdagi umumiy indeksatsiya bo'yicha pensiya oshirilsa, uning ham pensiyasi oshadi. Lekin u, men hozir ishlayapman, ish stajim yana qo'shiladi. Demak, pensiyam min darmexil min emas, ancha ko'proq bo'lishi kerak deb o'ylashi mumkin. Mana shu yerda farq bor. Avgust indeksatsiyasi faqat mavjud pensiya miqdorini umumiy oshirishdir. Keyingi ishlagan davrini qo'shib individual qayta hisoblash esa alohida tartibda ko'riladigan masala. 3-misol. 65 yoshli erkak kishi fermer xo'jaligida ishlaydi. Lekin ish beruvchi uni rasmiylashtirmagan. U har oy naqd pul oladi, lekin mehnat shartnomasi yo'q, ijtimoiy soliq to'lanmaydi, elektron mehnat daftarchasida ma'lumot ko'rinmaydi. Bunday odam indeksatsiya bo'yicha pensiyasini olaveradi, chunki u pensioner. Lekin keyinchalik men yana 5 yil ishladim, pensiyamni qayta hisoblab beringlar desa muammo chiqadi. Chunki ish rasmiy bo'lmagan bo'lsa, tizimda staj sifatida ko'rinmasligi mumkin. Demak, indeksatsiya uchun rasmiy ishlamaslik odatda asosiy to'siq emas, lekin kelajakdagi qayta hisoblash uchun rasmiy mehnat munosabati juda muhim. 4-misol. Pensioner ayol davlat tashkilotida farrosh bo'lib ishlaydi. Uning pensiyasi bank kartasiga har oyning 10 sanasida tushadi. Avgust oyida oshirish bo'lsa, u avgust pensiyasida yangi summani kutadi. Lekin ayrim hududlarda pensiya to'lovlari oyning boshida shakllantiriladi. Agar qaror kuchga kirgan sana, to'lov ro'yxati shakllangan sana va bank o'tkazmasi sanasi bir-biriga to'g'ri kelmasa, farq keyingi oyda kompensatsiya sifatida tushishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, bir oy kuzating, lekin oy ketma-ket o'zgarish bo'lmasa murojaat qiling. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olsangiz, rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, pensiyangiz to'xtatilmagan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz tizimda to'g'ri bo'lsa, odatda siz indeksatsiyadan chetda qolmaysiz. Oshirish markazlashgan tartibda amalga oshiriladi. Kimlar ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchidan, yaqinda ishga kirgan yoki ishdan chiqqan pensionerlar. Ikkinchidan, pensiyasi bir hududdan boshqa hududga ko'chirilganlar. Uchinchidan, bank kartasi almashganlar, pasportini yangilaganlar, familiyasi o'zgarganlar. To'rtinchidan, pensiyasi sud, qarzdorlik, aliment yoki boshqa ushlab qolishlar sababli to'liq tushmayotganlar. Beshinchidan, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki maxsus ustamalar olayotganlar. Chunki bunday holatlarda asosiy pensiya oshsa ham, qo'shimcha to'lovlar alohida tartibda hisoblanishi mumkin. Eng birinchi nozik jihat, kartaga to'shgan summa pensiyaning to'liq miqdorini doim ham ko'rsatmaydi. Masalan, pensionerning pensiyasi 2000 so'm bo'lishi mumkin. Indeksatsiyadan keyin 2200 ming so'm bo'lishi mumkin. Lekin kartaga 1900 ming so'm tushdi. U darhol pensiyam oshmadi deydi. Aslida esa kredit bo'yicha ushlab qolish, ijro hujjati, aliment ortiqcha to'langan summani qaytarish, bank komissiyasi yoki boshqa ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat kartaga tushgan pulga qarab xulosa chiqarmang. Pensiya jamg'armasidan aynan tayinlangan pensiya miqdori va ushlab qolishlar bo'yicha ma'lumot so'rash kerak. Ikkinchi nozik jihat, ishlovchi pensioner deganda hamma bir xil huquqiy holatda bo'lmaydi. Kimdir mehnat shartnomasi bilan ishlaydi. Kimdir fuqarolik huquqiy shartnoma asosida xizmat ko'rsatadi. Kimdir yakka tartibdagi tadbirkor. Kimdir o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan. Kimdir umuman norasmiy ishlaydi. Indeksatsiya nuqtai nazaridan pensiya oluvchi shaxsning maqomi muhim, lekin keyinchalik staj va to'lovlar masalasida har bir shaklning oqibati boshqacha bo'ladi. Masalan, mehnat shartnomasi asosida ishlayotgan xodim bo'yicha ish beruvchi zarur soliq va hisobotlarni topshirishi kerak. Agar hisobot noto'g'ri topshirilsa, pensionerning ish staji elektron bazada ko'rinmasligi mumkin. 3-nozik jihat. Avgust oyidagi oshirish hamma to'lov turlariga bir xil ta'sir qilmasligi mumkin. Pensiya tarkibida asosiy miqdor, qo'shimcha ustamalar, kompensatsiyalar yoki alohida imtiyozlar bo'lishi mumkin. Davlat hujjatida qaysi to'lovlar oshirilishi aniq ko'rsatiladi. Ba'zida faqat pensiyalar, ba'zida nafaqalar, ba'zida bazaviy hisoblash miqdori yoki pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori o'zgaradi. Oddiy odam uchun bular juda o'xshash eshitiladi, lekin hisob kitobda farq katta. Shuning uchun qo'shnimniki 300 mingga oshdi, menikiga belaxibs ming qo'shildi. Demak, menga noto'g'ri xulosa qilmang. Har kimning oldingi pensiya miqdori, staji, ish haqi koeffitsiyenti
ustamasi va ushlab qolishlari boshqacha bo'ladi. 4-nozik jihat yangi tayinlangan pensiyalar. Masalan, odam iyul oyida pensiyaga chiqdi. Avgustda esa umumiy oshirish bo'ldi. Bu holatda pensiya tayinlangan sana hisobga olingan bazaviy miqdor va oshirish kuchga kirgan sana muhim. Agar pensiya eski miqdorlarda tayinlangan bo'lsa, avgustdan oshishi kerak. Agar pensiya allaqachon yangi ko'rsatkichlar asosida tayinlangan bo'lsa, yana ustiga alohida oshirish bo'lmasligi mumkin. Bu masalada eng to'g'ri yo'l tayinlov hujjatidagi sanani va hisob-kitob varaqasini ko'rish. 5-nozik jihat ish haqi yuqori bo'lsa ham pensiya cheksiz oshmaydi. Ko'pchilik men pensiyaga chiqqandan keyin katta maosh oldim. Endi pensiyam 2 barobar bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Pensiya hisoblashda qonunda belgilangan chegaralar, hisobga olinadigan davrlar, ish staji, o'rtacha ish haqi ko'rsatkichlari va maksimal cheklovlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shimcha ishlagan davr foyda beradi. Lekin har doim ham kutilgan darajada katta farq bermasligi mumkin. 6-nozik jihat norasmiy ish pensionerga ikki tomondan zarar keltiradi. Birinchidan, u mehnat huquqlaridan mahrum bo'ladi. Kasallik varaqasi, ta'til ish staji, mehnat nizolarida himoya masalalari qiyinlashadi. Ikkinchidan, keyinchalik pensiyani qayta hisoblashda men ishlaganman degan og'zaki gap yetarli bo'lmaydi. Hujjat elektron yozuv, soliq va ish beruvchi hisobotlari kerak bo'ladi. Shuning uchun men pensionerlarga ham, ularning farzandlariga ham aytaman. Otam yoki onam ozgina qo'shimcha pul topyapti deb norasmiy ishlashga ko'z yummang. Bugun qulay ko'ringan narsa ertaga pensiya huquqiga ta'sir qilishi mumkin. 7-nozik jihat pensiya oshdi degani qo'lga tegadigan umumiy daromad ham aynan shu miqdorda oshdi degani emas. Masalan, pensiyani ishlaydi. Ish haqidan soliq ushlanadi. Pensiyadan esa biror qarzdorlik ushlanadi. Agar pensiya 200 mingga oshsa, lekin ijro hujjati bo'yicha ushlab qolish ham oshsa, qo'lga tegadigan farq kamroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun mening pensiyam oshmabdi deyishdan oldin tayinlangan pensiya miqdorini alohida, ushlab qolingan summani alohida ko'rish kerak. Endi men sizga aniq harakatlar rejasini beraman. Birinchi qadam. Avgust oyida pensiyangiz qancha tushganini yozib oling. Iyul oyida qancha olgansiz, avgustda qancha tushdi, sentabrda qancha tushdi. 3 ta raqamni yonma-yon qo'ying. Chunki ayrim hollarda avgustdagi farq sentabrda qo'shib berilishi mumkin. Raqamlarni xotira bilan emas, bank ilovasi, SMS xabarnoma yoki bankdan olingan ma'lumotnoma orqali tekshiring. Ikkinchi qadam. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limidan tayinlangan pensiya miqdori haqida ma'lumot so'rang. Siz menga kartaga qancha tushdi deb emas, menga hozir tayinlangan pensiyaning umumiy miqdori qancha? Avgust indeksatsiyasidan keyin qanchaga o'zgardi? Qanday ushlab qolishlar bor deb so'rashingiz kerak. Savolni to'g'ri bersangiz, javob ham aniq bo'ladi. 3-qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta yangilangan bo'lsa, familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, PNFR raqami, yashash manzili, bank karta rekvizitlari to'g'ri kiritilganiga e'tibor bering. Ba'zan pensiya hisobida muammo huquq yo'qligidan emas, oddiy texnik ma'lumot xatosidan kelib chiqadi. 4-qadam, agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, ish beruvchidan rasmiylashtirish hujjatlarini tekshirib oling. Mehnat shartnomangiz bormi? Elektron mehnat daftarchasida ishga qabul qilingan sanangiz ko'rinadimi? Ish beruvchi siz bo'yicha hisobot topshiryaptimi? Ish haqi rasmiy ko'rsatiladimi? Agar siz konvertda yoki naqd pulda norasmiy maosh olayotgan bo'lsangiz, kelajakda stajni isbotlash qiyin bo'lishi mumkin. 5-qadam. Agar pensiyangiz oshmagan deb hisoblasangiz, yozma murojaat qiling. Og'zaki so'rab keyin keling degan javob bilan cheklanib qolmang. Murojaatda shunday yozish mumkin. Men falonchi, yoshga doir pensiya oluvchiman. Avgust oyida pensiyalar indeksatsiya qilingandan so'ng mening pensiyam miqdori qanday hisoblanganini, indeksatsiya qo'llanmaganini, tayinlangan pensiya miqdorini va mavjud ushlab qolishlarni yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Mana shunday murojaat aniq, huquqiy va tekshirishga majbur qiladigan murojaat bo'ladi. 6-qadam. Kerakli hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi rekvizitlari, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat faoliyati bo'yicha ma'lumot, ish haqi va ish staji bo'yicha ma'lumotnomalar kerak bo'lishi mumkin. Agar siz qayta hisoblashni so'ramoqchi bo'lsangiz, ayniqsa pensiyaga chiqqandan keyingi ish davrlaringizni tasdiqlovchi hujjatlar juda muhim. 7-qadam, MyCode Google.uz
pensiya jamg'armasi xizmatlari, mahalliy bo'lim yoki davlat xizmatlari markazi orqali mavjud elektron imkoniyatlarni tekshiring. Bugun ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda yuritiladi. Lekin elektron tizimda ma'lumot ko'rinmasa, bu har doim ham huquq yo'q degani emas. Ba'zan eski davr hujjatlari arxivda bo'ladi. Korxona tugatilgan bo'ladi. Ma'lumot qo'lda tiklanadi. Shuning uchun arxiv ma'lumotnomalari ham kerak bo'lishi mumkin. 8-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Avval hududiy pensiya jamg'armasi bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi, zarur bo'lsa respublika darajasidagi murojaat tizimlari orqali shikoyat qilish mumkin. Murojaatda hissiyot emas, faktlar bo'lishi kerak. Oldingi pensiya miqdori, yangi tushgan summa, sana, bank ma'lumoti, ish holati so'ralayotgan narsa. Menga kam berishyapti deyishdan ko'ra, iyulda 1.800.000 so'm, avgustda 1.800.000 so'm tushgan. Indeksatsiya qo'llanganmi? Hisob kitobni yozma tushuntiring deyish samaraliroq. Men yana bir muhim maslahat beraman. Pensioner ota-onangizning pensiya masalasini faqat ularning o'ziga tashlab qo'ymang. Ko'p katta yoshdagilar bank ilovasini ko'ra olmaydi. SMSni tushunmaydi. Qaysi summa pensiya, qaysi summa ish haqi, qaysi biri kompensatsiya ekanini ajrata olmaydi. Farzandlar bir marta o'tirib, iyul, avgust, sentyabr tushumlarini tekshirsa, juda ko'p chalkashliklar joyida hal bo'ladi. Yana bir holat, ayrim pensionerlar murojaat qilsam, pensiyamni tekshirib, kamaytirib qo'yishadi deb qo'rqadi. Agar hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, qonuniy pensiya olayotgan bo'lsangiz, murojaat qilishdan qo'rqmang. Aksincha, aniqlik kiritish sizning huquqingiz. Lekin agar avval noto'g'ri ma'lumot berilgan, biror davr asossiz qo'shilgan, ikki joydan bir xil to'lov olingan bo'lsa, tekshiruvda ortiqcha to'lov masalasi chiqishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarni tartibga solib yurish har doim foydali. Xulosa qilib aytsam, avgustdagi pensiya indeksatsiyasi ishlovchi pensionerlar uchun ham juda muhim. Ishlayotganingizning o'zi umumiy oshirishdan mahrum bo'lasiz degani emas. Lekin indeksatsiya bilan pensiyani individual qayta hisoblashni aralashtirmang. Indeksatsiya mavjud pensiyani umumiy oshiradi. Qayta hisoblash esa sizning qo'shimcha stajingiz, ish haqi ma'lumotlaringiz va qonuniy tartib asosida alohida ko'rib chiqiladi. Agar pensiyangiz oshmagan bo'lsa, avval raqamlarni solishtiring. Keyin tayinlangan pensiya miqdorini va ushlab qolishlarini tekshirtiring. Shundan so'ng yozma murojaat qiling. Rasmiy ishlash, hujjatlarni saqlash, elektron mehnat ma'lumotlarini tekshirish va bank tushumlarini nazorat qilish pensioner uchun juda muhim. Sizning oilangizda ishlayotgan pensioner bormi? Avgust oyida pensiya oshishi bo'yicha sizda qanday holat bo'ldi? Summa oshdimi? Kechikdimi yoki umuman o'zgarmadimi? Kommentariyada yozib qoldiring. Men eng ko'p uchrayotgan savollar bo'yicha keyingi videolarda alohida tushuntirish beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida bitta to'g'ri ma'lumot ham odamning oyma-oy daromadiga ta'sir qilishi mumkin.